Dunyoda siz uchun eng muhim narsa nima? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Dunyoda eng muhim narsa bu sizni sog'ligingiz va sizni erishganlaringiz. Bu nima erishganlaringiz? Bilim olgan bo'lishimiz mumkin, mol dunyo yiqqan bo'lishimiz mumkin, bir narsalar qurgan bo'lishimiz mumkin, oila qurgan bo'lishimiz mumkin, farzandlar orttirgan bo'lishimiz mumkin. Mana bu narsalar bizga eng muhimi. Boyligi muhim emas, boshqa muhim emas, salomatlik birinchi o'rinda. To'g'ri, salomatlik birinchi o'rinda. Lekin boshqa erishgan yutuqlaringiz ham birinchi o'rinda turadi. Agar yutuqlaringiz bo'lmasa, harakatlaringiz bo'lmasa, mehnatlaringizni bir hosili bo'lmasa, unda ham juda qiziq bo'lmaydi hayot. Shunday ekan, astoydil bo'lamiz, harakat qilamiz. Keyin afsus qilmaslik maqsadida.